Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda Total Commander dasturida ma'lumotlarni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'sha o'chirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni belgilab chiqamiz. Yana xohlasangiz ko'rib har bittasini belgilab olishingiz mumkin yoki barchasini belgilab turib o'chirib olish imkoniyati ham bor. Hozirgi holatda shu ma'lumotlarni belgilab oldim o'chirish uchun. Buning uchun klaviaturamizdan F8 tugmasini bosish orqali yoki delete tugmasini yoki backspace tugmasini bosish orqali keyingi holatga o'tadi. Hammasini o'zgartib qilaymi deyapti. Enter tugmasini bosish orqali yoki sichqonchadan da ishorasini bosish orqali ma'lumotlarimiz mana o'chib ketdi. Bunaqa o'chirish usulida ma'lumotlar korzinkaga tushib to'planadi. Agar siz korzinkaga tushib to'planishini xohlamaydigan bo'lsangiz, ma'lumotni bemalol Shift Delete tugmasini bosish orqali udalt qilib, ya'ni o'chirib yuboradigan bo'lsangiz, korzinkaga tushmasdan bir yo'li o'chib ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.